Ahvolini qara, hamma joyi isqirt. O'zingcha pokizasan. Mana, isqirtligingdan kechaga qilgan ovqating ham joyida turibdi. Endi mana shu ovqat seni jazoing bo'ladi. Tushunmadim. Nima qilyapsan? Men hozir shu qolgan ovqatni sud ekspertizaga olib beraman. Keyin sen marazzi dadamga zahar ichirganingni isbotlab beraman. Undan keyin ketingga bir tepib bo'ydan duming tugaman. Ovqatni qo'y joyiga qaytarib. Eshitmadingmi gapimni? Dadamga nimadir ichirmaganingga ishonasanmi? Sen hali menga ishonmayapsanmi? Bu ovqatda ekspertizaga topshiraman. Bitta gap bor edi. Bo'ynidagi illati borni oyoq qaltiraydi degan. Siring ochilishini sezib, sichqoning mingtanga bo'lib ketdimi? Sen iflos aslida meni o'ldirmoqchi bo'lgansan. Ovqatga zahar solgansan. Lekin rejangga qarshi dadam zaharlanib qoldi. Hech qayerga bormaysan. Tushunmadim. Demak, shubhalarim aniq ekan. Hozir men bu narsalarni hazillashib qilgandim. Demak, sen aniq ovqat ichiga zahar solgansan.